Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 11-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Nabiy sollallohu alayhi va sallam bu ummatimdan bir qancha odamlar but va vasanlar ibodatiga qaytib ketadi deb xabar berdi. Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: ummatimdan bir qancha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketmaguncha va ummatimdan bir qancha qabilalar vasanlarga ibodat qilmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Abu Dovud rivoyati. Ushbu hadisni sharhini o'qiydigan bo'lsak, vasan deb butlar, toshlar, daraxtlar, maxsus joylar, maqbaralar va bundan boshqa Allohdan o'zi ibodat qilinadigan narsalarga aytiladi. Bugungi kunda turli xil o'lkalarda Nabiy sollallohu alayhi va sallam xabar bergan qabrlar ibodati uning atrofida o'tirishlari va ularni tavof qilishi voqea bo'ldi. Shu o'qigan hadisimizdan hayotimiz tarzida ibrat olib, shu narsaga amal qiladigan bandalar qatorida bo'lishligiga Alloh subhanahu va taolodan duo qilib iltijo qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.